Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan buxgalteriya hisobining aytish mumkinki eng qiziqarli mavzulardan birini ko'rib chiqamiz. Bu IAS 16, ya'ni Xalqaro buxgalteriya hisobi standartidagi qayta baholash modeli. Bilasizmi? Bu model kompaniyalar uchun o'z aktivlarini hisobga olishda juda muhim bir tanlov. Keling, nima uchunligini tushunib olamiz. Shosh, keling ishni eng asosiy savoldan boshlaymiz. O'ylab ko'ringchi, sizning kompaniyangiz balansidagi aktivlar, masalan, binolar yoki yerlar o'zining haqiqiy bozor qiymatini ko'rsatyaptimi? Ko'pincha afsuski, qog'ozdagi raqam bilan real hayotdagi narx o'rtasida katta farq bo'ladi. Xo'sh, bu muammoni qanday hal qilsa bo'ladi? Mana shu yerda IAS 16 standarti bizga ikkita yo'lni taklif qiladi. Birinchisi bu tannarx modeli. U ancha sodda va tushunarli. Ikkinchisi esa qayta baholash modeli. Bu ancha aniqroq ma'lumot beradi, lekin tan olish kerak biroz murakkabroq. Va qaysi birini tanlashingiz kompaniyaning moliyaviy hisobotlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bo'ldi. Nazariyani bir chetga surib, keling buni amalda ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi case study bor. Benki Co kompaniyasi. Ular misolida biz yer kabi eskirishga uchramaydigan aktivni qayta baholash sirlarini ochamiz. Demak, tasavvur qiling, Benki Co kompaniyasining bir yer uchastkasi bor. Boshida uning narxi $15,000 bo'lgan. Keyin 2 yil oldin bozor biroz tushib, yerning qiymati $13,000 ga pasaygan. O'sha $2,000 farqini esa tabiiyki foyda va zarar hisobotiga zarar deb yozishgan. Endi esa bugungi kunga kelib bozor o'ziga kelgan va yerning narxi naq $20,000 ga ko'tarilgan. Xo'sh, hisob-kitob qilamiz. Hozirgi balans qiymati $13,000. Yangi bozor narxi esa $20,000. Demak, o'rtada $7,000 o'sish bor. Endi eng qiziq savol, bu $7,000 ni nima qilamiz? Hammasini shunday foydaga yozib yuboramizmi? Yo'q, unday emas. Yechim biroz boshqacha. Mana qarang. IAS 16 standarti aytadiki, birinchi navbatda o'sha eski 2 yil oldingi $2,000 lik zararni qoplash kerak. Bu summa to'g'ri foyda va zarar hisobotiga daromad sifatida qayd etiladi. Qolgan $5,000 esa ana o'sha maxsus hisobvaraqa, ya'ni kapitaldagi qayta baholash rezerviga o'tkaziladi. Mana shu qoidani eslab qolish juda muhim. Zo'r, buni tushunib oldik. Endi keling, ishni biroz murakkablashtiramiz va navbatdagi jumboqqa o'tamiz. Crinkle Co kompaniyasi misolida biz bino yoki uskuna kabi eskiradigan aktivlarni ko'rib chiqamiz. Ishoning, bu yerda vaziyat yanada qiziqarli bo'ladi. Demak, vaziyat mana bunday. Crinkle Co'ning balansida $6,000 lik aktivi bor edi. Uni qayta baholashdi va yangi qiymati $12,000 bo'ldi. O'rtadagi $6,000 lik farq avvalgi misoldagi kabi to'g'ri qayta baholash rezerviga, ya'ni kapitalga o'tkazildi. Hozircha hammasi silliq ketyapti, to'g'rimi? Lekin aynan shu yerda yangi bir muammo paydo bo'ladi. Aktivning qiymati 2 baravar oshdimi? Demak, uning yillik eskirish xarajati, ya'ni amortizatsiyasi ham 2 baravar oshadi. Masalan, avval yillik eskirish $2,000 bo'lgan bo'lsa, endi u $4,000 ga aylanadi. Bu nima degani? Bu degani kompaniyaning hisobotdagi foydasi kamayadi degani. Aynan mana shu qo'shimcha $2,000 lik xarajat, ya'ni yangi va eski eskirish o'rtasidagi farq buxgalteriya tilida ortiqcha amortizatsiya deyiladi. Xo'sh, endi savol, bu ortiqcha xarajatni qanday qilib yo'qqa chiqaramiz, ya'ni neytrallashtiramiz? Yechim esa aytish mumkinki juda elegant. Standart kompaniyalarga bir imkoniyat beradi. Har yili o'sha qayta baholash rezervidan taqsimlanmagan foydaga ortiqcha amortizatsiya summasini o'tkazish mumkin. Eng muhim joyi shundaki, bu operatsiya foyda va zarar hisobotini chetlab o'tadi. Ya'ni u foydaga umuman ta'sir qilmaydi. Bu shunchaki kapital ichidagi bir cho'ntakdan ikkinchisiga pul o'tkazishdek gap. Xo'sh, mana ikkita amaliy misolni ham ko'rib chiqdik. Endi keling, qayta baholash modeli haqida umumiy xulosa qilamiz. Buning yaxshi va yomon taraflari nimalardan iborat? Demak, bir tomondan afzalliklari shundaki, sizning balansingiz aktivlarning haqiqiy bozor narxini ko'rsatib turadi. Bu kompaniyaning moliyaviy holatini ancha chiroyli va ishonchli qilib ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan esa kamchiliklari ham bor. Hisob-kitob ancha murakkablashadi va boya aytganimizdek, amortizatsiya xarajatining oshishi hisobotdagi sof foydani kamaytirishi mumkin. Bu albatta har bir kompaniya o'zi hal qilishi kerak bo'lgan strategik tanlov. Demak, biz nima qildik? Kapitalda qayta baholash rezervi degan alohida bir g'azna yaratdik va u yerda ancha-muncha mablag' to'planib qoldi. Endi esa menimcha eng qiziq va eng mantiqiy savolga keldik. Xo'p, bir kun kelib o'sha aktiv sotilsa-chi yoki hisobdan chiqarilsa,
O'shanda yillar davomida qayta baholash rezervida yig'ilib qolgan pullarning taqdiri nima bo'ladi? U shunchaki havoga uchib ketadimi yoki kompaniyaning haqiqiy taqsimlanmagan foydasiga aylanadimi? Ana shu savolning javobini esa keling, keyingi tahlilimizda birgalikda topamiz. Hozircha esa o'ylab ko'ring.